Yurtimiz hayotiga oid xabarlarga qaytamiz. Ko'p qavatli uyda o'zboshimchalik bilan amalga oshirilgan qurilish ishlari bu yerda yashayotganlar uchun jiddiy xavf tug'dirishi mumkin. Toshkentning Yashnobod tumanida fuqarolarning murojaati asosida holat o'rganilganligida xonadon egasi tomonidan binoning asosiy yuk ko'taruvchi devori buzib tashlanganligi aniqlandi. Qonunbuzarlik yuzasidan tegishli choralar ko'rildi. O'zboshimchalik bilan qayta rejalashtirish ishlari, ya'ni buzish ishlari bu ko'p kvartirali uyning seysmik holatiga, zilzila bardoshligi salbiy ta'sir ko'rsatadi. Umuman mumkin emas bunaqa rekonstruksiya ishlari. Poytaxtning Yashnobod tumani oddiy ko'p qavatli uylardan biri. Gap bir xonadon egasining ta'mirlash bahonasida asosiy yuk ko'taruvchi devorni buzib tashlagan edi. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, bu oddiy devor emas, bu butun binoga tayanch bo'lib turgan konstruksiyaning bir qismi. Aynan shu kabi devorlar ko'p qavatli uyning og'irligini taqsimlaydi va uning zilzilaga chidamliligini ta'minlaydi. Shuning uchun ham bir xonadonda qilingan o'zboshimchalik yuzlab odamlar xavfsizligiga ta'sir ko'rsatishi mumkin. Tekshiruv davomida xonadon egasi eshik ochish maqsadida tayanch devorni buzgani aniqlangan. Bu esa qurilish me'yorlari va xavfsizlik talablarining qo'pol ravishda buzilishi hisoblanadi. O'rganishimiz jarayonida 34-xonadonning ichki qismida konstruksiyaning tayanch qismlari buzilganligi ma'lum bo'ldi. Mazkur holat yuzasidan 34-xonadon mulkdoriga Ma'muriy javobgarlik to'g'risida kodeksining 159-moddasi 3-qismi bilan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, o'zboshimchalik bilan qayta o'zgartirishlarni avvalgi holatiga qaytarish yuzasidan bajarish majburiy bo'lgan ko'rsatma taqdim etiladi. Agar ko'rsatma talablari belgilangan muddatda bajarilmagan taqdirda Yashnobod tumani fuqarolik sudlariga da'vo ariza kiritilishi bildiriladi. Mutaxassislar yana bir bora ogohlantirmoqda. Ko'p qavatli uylardagi har qanday rekonstruksiya yoki qayta rejalashtirish ishlari tegishli loyiha va ruxsatnomalar asosida amalga oshirilishi shart.